Yili? Kimdan Rustam aka bu? Sizdanmi? Motorlarni qildirmadinglar. Bayram oldi hozir kimgadir bersa ustaxonaga boradi deb yubormay. Orqasini ochingchi. Mashina ilojisi o'chiring aka. Yonami? Yonmaydimi? Ozollar beraymi? Rustam aka, bu radno joyi qayerga bordi? Ya oldi kapot kiraylar deyapsiz lekin. Siz jesdan chiqgan Rustam aka. Ya siz o'zingiz kraska mendan yaxshi tushunasiz-ku. Men radno detal ko'rmadim lekin. Agar zo'r olsa mashinangiz aka 23 million oladi. Ishoning. Mashina radno joyi yo'q, bu bir. Olgan odam to'g'ri shahardan o'chirmasdan ustaxonaga boradi, bu ikki. Zo'r olsa 23 million oladi. Olmaydi. 25 ga borki uçsa yonatgan mashinalarim bor. Unga to'la qiladi. 23 million. Barakangiz bo'lsa, aka qo'lni bering, bitta maslahatim qutuling ham. Barakam, baraka. Akalar 2010 Nexia ko'rib turibsizlar, motor qilish kerak yengilgina. 23 million kim xohlasa. Olingan pullar beriladi. Generalni chiqadi aka. Bo'l, generalni chiqadi. O'shani men olmasin turib so'radim-ku. O'chirdik, keyin qanday yoqamiz? Amallashsiz. Amallaymiz qisqasi. Yo'q, biz buni amallash uchun to'g'ri ustaxona berib yuboramiz. Kim olsa ham bitta yolsa yonatgan qilib qo'yamiz aka. Agar shu yerda hozir ko'ramiz, 23 million kimni yuraversa olsin aka. 23 millionga 2010 Nexia'ni bermaydi lekin hech yer. Unisi ham aniq. Nexia 2 bu, bir emas. Matiz ham bermaydi. Talabgar yo'q, o'z chekka yo'q.